569 hadis. An Nafi ibn Sarjas. نافع بن سرجس خبرته أنه دخل على أبي واقد الليثي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه فقال. Bir vaqt u payg'ambarimizning sahobasini kela, ya'ni sahobasina kira. Ham bu sahaba bu vaqtda og'rib yotadigan bo'ladi. Ham aның shunday og'ri kuchli bo'ladi, hatto u shu og'ridan, shu og'rivi sababli o'lib ketganlar, vafot bo'ladi. Faqal ham ayta inna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoqda Allohning elchisi kana ahaffan nas salat, ya'ni bu sahaba Nafi ibn Sarjasga ayta. Shundoqda Allohning elchisi sallallohu alayhi va sallam kana ahaffan nas salatan ala nasi. Yani kişiler için namaz o'qiganda, ya'ni kishilar bilan imom bo'lib bosganda, kishilar bilan namoz o'qiganda, onun ul namozni eng yengil o'qishlardan edi deydi. Eng qisqa ham eng yengil o'qishlardan edi deydi. Ya'ni kishilarga o'sha namozni yengillayta edi. Va adwamuhu ala nafsihi. Ham lekin o'zi uchun o'qiganda, ya'ni o'zigina o'qiganda, tungi namozlar bo'lsin, boshqa namozlar bo'lsinmi, ya'ni onun namazı eng uzun namazlardan edi. O başka kişilere qaraganda eng uzun namaz o'qishlardan edi, ya'ni. Va fi rivayatin ham ikinchi rivayatda va atvalun nasi salatan li nafsihi, ya'ni shulay ikinchi eng uzun, shulay ikinchi rivayatda aytilar eng uzun namoz o'qishlardan edi. Shunga ko'ra biz endi bu bunday hadislar oldik. Shunga ko'ra sen kishi uchun imom bo'lib bosding ekan. Imom bo'lib bosding ekan. Kelatdi o'landa 5 minut sajda yasarga, ruku yasarga kishilar uchun namoz narsa yengilay. Chunki sening ortda ulug'lar tura, sening ortda sobilar tura, sening ortda xotin qizlar tura, avrular tura. Lekin o'zing namoz o'qiganda bismillah soatlar bo'yi o'qiy olasan. Nechik uzoqroq o'qisang shuni qadar yaxshiroq. Lekin biz buni keyisincha ko'rsatamiz, kishi namozga borsa, kishi uchun namozni uzun aytadi, lekin o'zi o'qiganda aning sunnati 1 minutda vaqtni olmay. Bu bizning turasimiz, bizning namozlarga kelganda biz bugun bariq namozlardan, kishi uchun bosqandan, o'zimiz uchun bosqandan bizning namoz tovuq, ateş, jimshi qilgandan ortmay. 1 minutdan ortmay. Barakallohu fikum. Shunga ko'ra bu hadisning ma'nosi kishilar uchun bosding ekan namozni yengillaydi. O'zing o'qiganda endi namozni nechik buldira olasan, ko'proq o'qirga, uzoqroq o'qirga, shulay o'qi. Allohu alam. Davom etamiz.